Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 2026 yilda pensiya tizimida kutilayotgan o'zgarishlar pensiya miqdorining sezilarli o'sishi. Ayrim hisob kitoblarda eng kam pensiya yoki kafolatlangan daromad chegarasi 6 million so'mgacha yetishi mumkinligi va pensiya reformasining oddiy fuqaroga qanday ta'sir qilishi haqida. Bu masala faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, balki bugun ishlayotgan, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir insonning cho'ntagiga taalluqli. Men hozir sizga shunchaki pensiya oshadi deb aytib qo'ymayman. Men nima o'zgarishi mumkin, kim yutadi, kim ehtiyot bo'lishi kerak, qanday hujjatlarni hozirdan tekshirish zarur, mehnat staji, ish haqi, rasmiy daromad va badallar kelajakdagi pensiyaga qanday ta'sir qilishini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta yetishmayotgan hujjat odamning pensiyasini yillar davomida kam qilib qo'yishi mumkin. Agar sizga bunday foydali va amaliy ma'lumotlar kerak bo'lsa, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu mavzuda xabarlar ko'p, lekin hammasi ham to'liq va tushunarli emas. Men esa sizga masalaning ichki mantiqini, oddiy odam nimaga e'tibor berishi kerakligini tushuntirib beraman. Avvalo bitta narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya tizimi bu faqat davlat har oy pul beradigan mexanizm emas. Pensiya tizimi insonning butun mehnat hayoti davomida yig'ilgan staji, rasmiy ish haqi, ijtimoiy badallari, ish joylaridagi yozuvlari va davlatning ijtimoiy siyosati asosida sharhlanadigan murakkab tizimdir. Oldin ko'pchilikda shunday fikr bor edi, baribir pensiya yoshi kelganda davlat biror narsa beradi. Davlat ijtimoiy himoya qiladi. Lekin pensiya miqdori hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Kimdir 30 yil rasmiy ishlagan, maoshi to'liq ko'rsatilgan, badallari to'langan. Yana kimdir 20 yil ishlagan, lekin ishning yarmi norasmiy bo'lgan. Yana kimdir bozorda savdo qilgan. Qurilishda ishlagan, taksichilik qilgan, lekin hujjatda bu faoliyat ko'rinmagan. Natijada pensiyaga chiqqanda odamlar orasida katta farq paydo bo'ladi. Endi esa muhim savol, 2026 yilda nima o'zgaradi? Umumiy yo'nalish shuki, pensiya tizimi yanada tartibga solinishi, minimal ijtimoiy kafolatlar kuchaytirilishi, pensiyalar inflyatsiya, yashash xarajatlari va mehnat bozoridagi real daromadlar bilan ko'proq bog'lanishi kutilmoqda. Minimal 6 million so'm degan gap ham aynan shu joyda ko'p muhokama qilinmoqda. Ya'ni kelajakda odamning keksalikdagi minimal daromadi yashash uchun yetarli darajaga yaqinlashtirilishi kerak degan qarash kuchaymoqda. Lekin men ekspert sifatida sizga juda muhim ogohlantirish beraman. Har qanday raqamni eshitganda, ayniqsa hammaning pensiyasi 6 million bo'ladi degan gapni eshitganda, uni darhol so'zma-so'z qabul qilmang. Chunki pensiya tizimida hamma uchun bir xil degan qoida odatda ishlamaydi. Bunda staj, ish haqi, badallar, imtiyozli toifalar, nogironlik, bo'g'uvchini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya, ijtimoiy nafaqa kabi bir nechta alohida yo'nalishlar bor. Birinchi muhim masala pensiya oshishi nima hisobidan bo'ladi? Pensiya oshishi odatda 3 ta manbaga bog'liq. Birinchisi davlat budjeti va pensiya jamg'armasi imkoniyatlari. Ikkinchisi iqtisodiyotda ish haqi va rasmiy bandlikning o'sishi. Uchinchisi inflyatsiya va aholining real xarajatlari. Agar oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, dori-darmon, transport narxlari oshsa, pensiya ham shunga mos ravishda indeksatsiya qilinishi kerak bo'ladi. Aks holda pensiya nominal oshadi, lekin odamning qo'lida qoladigan real pul ko'paymaydi. Masalan, bir pensioner bugun 20 million 500 ming so'm pensiya olsa, bir qarashda keyingi yili 20% oshsa, 20 million 800 ming so'm bo'ladi. Bu yaxshi. Lekin shu davrda dori-darmon, oziq-ovqat va kommunal xarajatlari ham 20-25% oshsa, pensioner real hayotda o'zini boyroq his qilmaydi. Shuning uchun 2026 yilga borib islohotlarning asosiy maqsadi faqat raqamni ko'tarish emas, balki pensiyaning xarid qobiliyatini oshirish bo'lishi kerak. Ikkinchi muhim masala, kimlar ko'proq yutadi? Odatda rasmiy staji to'liq bo'lgan, maoshi hujjatda yuqori ko'rsatilgan, uzoq yillar davomida badallari to'langan odamlar pensiya reformasidan ko'proq foyda ko'radi. Chunki tizim tobora shaffoflashsa, davlat odamning haqiqiy mehnat tarixiga ko'proq tayanadi. Misol keltiraman. Birinchi fuqaro, deylik, Dilshod aka 35 yil rasmiy korxonada ishlagan. Uning ish haqi doim hujjatda ko'rsatilgan, mehnat daftarchasida uzilish yo'q. Elektron bazada ma'lumotlar bor. Ikkinchi fuqaro, Jamshid aka ham 35 yil ishlagan, lekin 15 yilini norasmiy ishlagan, og'zaki kelishuv bilan maosh olgan, hech qanday soliq yoki badal ko'rinmagan. Ikkalasi ham hayotda bir xil mehnat qilgan bo'lishi mumkin.
Lekin pensiya tayinlashda Dilshod akaning hujjatlari kuchli, Jamshid akaniki esa zaif. Natijada birinchisi yuqoriroq pensiya oladi, ikkinchisi esa men ham ishlaganman deb yuradi, ammo isbotlash qiyin bo'ladi. Uchinchi masala. Kimlar xavotir olishi kerak? Eng avvalo norasmiy ishlayotganlar. Agar siz bugun qurilishda, xizmat ko'rsatishda, savdoda, haydovchilikda yoki boshqa sohada ishlayotgan bo'lsangiz, lekin rasmiy shartnomangiz bo'lmasa, kelajakdagi pensiyangiz xavf ostida. Chunki tizim isloh qilingani sari og'zaki ishlaganman degan gap kamroq kuchga ega bo'ladi. Davlat elektron bazaga, soliq to'lovlariga, bandlik yozuvlariga qaraydi. Yana bir xavfli guruh ish haqi rasmiy hujjatda kam ko'rsatiladi deganlar. Masalan, odam aslida 7 million so'm oladi, lekin hujjatda 2 million so'm ko'rsatiladi. Bugun u qo'lga ko'proq naqd pul olayotgandek xursand bo'lishi mumkin. Lekin ertaga pensiya hisoblaganda tizim uning 7 million emas, hujjatda ko'ringan 2 millionni hisobga oladi. Natijada yillar davomida kam pensiya olish ehtimoli paydo bo'ladi. To'rtinchi masala. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz bilan mehnat shartnomangiz bo'lsa, ish haqi to'liq ko'rsatilsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar muntazam amalga oshirilsa. Mehnat stajingiz elektron tizimda ko'rinayotgan bo'lsa, sizda asosiy xavf ancha past, lekin baribir tekshirish kerak. Chunki amaliyotda ba'zan odam 10 yil ishlagan bo'ladi, lekin ba'zida 7 yil ko'rinadi. Ba'zan familiya o'zgargan, pasport almashgan, korxona tugatilgan, arxiv hujjati yo'qolgan bo'ladi. Keling, yana bitta hayotiy vaziyatni olaylik. Malika opa 1999 yildan 2005 yilgacha maktabda ishlagan, keyin xususiy bog'chada ishlagan. Keyin 5 yil uyda farzand parvarishi bilan bo'lgan. Pensiyaga yaqinlashganda u hammasi avtomatik hisoblanadi deb o'ylaydi. Lekin hujjat tekshirilganda eski maktabdagi ayrim yillar arxivida noto'liq, xususiy bog'chadagi ish haqi ma'lumotlari esa elektron bazada ko'rinmasligi mumkin. Agar Malika opa buni pensiya yoshiga yetganda bilsa, vaqt yo'qotadi, asabiylashadi, idoradan idoraga yuradi. Agar hozirdan tekshirsa, arxivga so'rab beradi, ish stajini tiklaydi, keyin ancha xotirjam bo'ladi. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchisi, pensiya oshadi degan hammaning pensiyasi bir xil foizda oshadi degan emas. Ayrim hollarda bazaviy miqdor oshadi. Ayrim hollarda eng kam pensiya ko'tariladi. Ayrim hollarda ustamalar qayta ko'rib chiqiladi. Ayrim toifalarga alohida indeksatsiya bo'ladi. Shuning uchun ikkita qo'shni pensioner bir xil yoshda bo'lsa ham, biri ko'proq, biri kamroq oshirilgan pensiya olishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, minimal pensiya va o'rtacha pensiya boshqa tushuncha. Minimal pensiya degani ma'lum shartlarni bajargan odamga kafolatlangan eng past miqdor. O'rtacha pensiya esa barcha pensionerlarning umumiy ko'rsatkichi. Masalan, bir davlatda minimal pensiya 2 million, o'rtacha pensiya 4 million bo'lishi mumkin. Yana bir joyda ayrim toifalar 6 milliondan yuqori oladi. Lekin bu hammaning 6 million olishini anglatmaydi. Shuning uchun minimal 6 million mavzusida rasmiy hujjatdagi aniq formulaga qarash kerak bo'ladi. Bu yoshga doir pensiyami, ijtimoiy nafaqami, minimal iste'mol xarajatlariga bog'langan kafolatmi yoki alohida kompensatsiyami? Uchinchi jihat, staj yetishmasa nima bo'ladi? Ko'pchilik aynan shu joyda qiynaladi. Pensiya tayinlash uchun odatda ma'lum minimal ish staji talab qilinadi. Agar staj yetarli bo'lmasa, odam to'liq yoshga doir pensiya emas, boshqa turdagi ijtimoiy yordam yoki nafaqa olishi mumkin. Bu miqdor esa odatda pensiyadan kamroq bo'ladi. Shuning uchun 2026 yilgi reforma kuchaygan sari staj masalasi yanada muhimlashadi. Masalan, Rustam aka 6 yoshga yaqinlashgan. Lekin rasmiy staji atiga 12 yil. U aslida o'ttimchi ishlagan, lekin ko'p yillar norasmiy bo'lgan. Agar qonun bo'yicha unga yetarli staj talab qilinsa, u to'liq pensiya olishda qiyinchilikka duch keladi. Bunday vaziyatda u hozirdan eski ish joylaridan ma'lumotnoma, arxivdan tasdiqlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, buyruqlar nusxasi, ish haqi ma'lumotlari kabi hujjatlarni yig'ish kerak. To'rtinchi jihat. Ayollar uchun farzand parvarishi davrlari. Ko'p ayollar bir necha yil uyda farzand bilan bo'ladi. Keyin yana ishga qaytadi. Bu davrlarning stajga qanday hisoblanishi qonundagi aniq qoidalarga bog'liq. Ayrim davrlar hisobga olinishi mumkin. Ayrimlar cheklangan tartibda hisoblanadi. Shuning uchun ayollar ayniqsa hujjatlarni tartibga solish kerak. Farzand tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh va familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar. Mehnat daftarchasi, ishga kirish va ishdan bo'shash buyruqlari kerak bo'lishi mumkin. 5-jihat imtiyozli pensiyalar.
Ayrim kasblar og'ir, zararli yoki maxsus sharoitli bo'lishi mumkin. Masalan, ko'nchilik, kimyo sanoati. Ayrim tibbiyot va ta'lim yo'nalishlari, harbiy xizmat, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar tizimi yoki boshqa maxsus toifalar bo'yicha alohida pensiya shartlari bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham bitta muhim qoida bor. Imtiyozni hujjat bilan isbotlash kerak. Men og'ir ishda ishlaganman deyish yetmaydi. Lavozim nomi, ish sharoiti, korxona ro'yxati, maxsus staj, buyruqlar va tasdiqlovchi ma'lumotlar bo'lishi zarur. 6-jihat. Pensiya oshirilsa, boshqa ijtimoiy to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ayrim oilalar kam ta'minlanganlik mezoni bo'yicha nafaqa oladi. Agar pensionerning daromadi oshsa, oila umumiy daromadi qayta hisoblanishi mumkin. Bu har doim ham yomon degani emas, lekin odamlar buni oldindan bilishi kerak. Ba'zan bir to'lov oshadi, ikkinchi yordam kamayadi. Shuning uchun oilaviy byudjetni umumiy hisoblash zarur. 7-jihat. Kredit, aliment, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Pensiya oshsa, ayrim ushlab qolishlar ham miqdor bo'yicha o'zgarishi mumkin. Agar odamning kredit qarzi, sud qarori, aliment majburiyati yoki ijro varaqasi bo'lsa, pensiya tushumidan ushlab qolinadigan summa qonuniy chegaralar doirasida ko'payishi ehtimoli bor. Shuning uchun pensiyam oshdi demak hammasi qo'limga tegadi deb o'ylamaslik kerak. Endi eng kerakli qism, siz hozirdan nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Agar siz pensiyaga yaqin bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tegishli xizmatlarga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, sizning ish stajingiz elektron bazada qanday ko'rinayotganini aniqlang. Faqat menda mehnat daftarchasi bor deb tinch yurish yetarli emas. Elektron bazada ham ma'lumot mos bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'rib chiqing. Unda ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, korxona nomi, lavozim, buyruq raqami aniq yozilganmi? Muhrlar o'qiladimi? Familiya, ism, otangiz ismi pasportdagi ma'lumot bilan mosmi? Agar ayol kishi turmushga chiqqach familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat tayyor bo'lishi kerak. 3-qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha ma'lumotnoma oling. Agar korxona hali ham ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak. Arxiv ma'lumotnomasi ko'pincha juda muhim bo'ladi. Ayniqsa 1990-yillar va 2000-yillar boshidagi ish joylari bo'yicha hujjatlar ba'zan tartibsiz saqlangan bo'ladi. 4-qadam, rasmiy ishga o'ting yoki rasmiylashtirilishni talab qiling. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, lekin shartnomangiz bo'lmasa, ish beruvchi bilan gaplashing. Mehnat shartnomasi tuzishni, ish haqi rasmiy ko'rsatilishini, soliq va ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilishini so'rang. Bu faqat pensiya uchun emas, kasallik varaqasi, mehnat ta'tili, kompensatsiya, ishdan bo'shatilganda himoya kabi huquqlar uchun ham kerak. 5-qadam, o'zini o'zi band qilganlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar alohida e'tibor bersin. Agar siz frilanser, usta, tikuvchi, haydovchi, repetitor, sartarosh, hunarmand yoki boshqa mustaqil faoliyat egasi bo'lsangiz, sizning rasmiy maqomingiz kelajakdagi pensiyangizga ta'sir qiladi. Soliq organlaridagi ro'yxat, to'langan badallar. Faoliyat davri hujjatda ko'rinishi kerak. Bugun biroz to'lov qilish og'ir tuyulishi mumkin, lekin ertaga staj va pensiya hisobida bu sizni himoya qiladi. 6-qadam, ish haqi konvertda berilishiga befarq bo'lmang. Men bilaman. Hayotda ko'pchilik rasmiy maosh kam, qolganini naqd berishadi degan holatga ko'nikib qolgan. Lekin bu tizim xodimga zarar. Ish beruvchi bugun soliqdan qochishi mumkin, lekin ertaga siz pensiyada kamroq olasiz. Agar ish haqingizning katta qismi norasmiy bo'lsa, hech bo'lmaganda asta-sekin rasmiy qismini oshirishni talab qiling. 7-qadam, pensiya yoshiga 2-3 yil qolmasdan 5-10 yil oldin tayyorgarlik ko'ring. Juda ko'p odam eng katta xatoni shunda qiladi. Pensiyaga chiqishiga bir oy qolganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Keyin arxiv javobi kechikadi, eski korxona topilmaydi, ma'lumotlar mos kelmaydi, vaqt o'tadi. Agar siz 45-ehidi yoshdan oshgan bo'lsangiz, hozirdan o'z mehnat tarixingizni tartibga soling. Agar 34 yoshda bo'lsangiz ham rasmiy daromad masalasiga befarq bo'lmang. 8-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya reformasiga oid har qanday yangilikni ijtimoiy tarmoqlardagi shov-shuvli sarlavhalardan emas, rasmiy idoralar, qonun hujjatlari, pensiya jamg'armasi, mehnat va kambag'allikni qisqartirish vazirligi.
moliya iqtisodiy yo'nalishdagi rasmiy xabarlardan tekshiring. Agar hamma 6 million oldi degan gap chiqsa, savol bering. Qaysi qonun, qaysi sana, qaysi toifa, qaysi shart bilan? 9-qadam. Agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki gaplashib qaytib ketmang. Ariza yozing, unda stajingiz, ish joylaringiz, e'tirozingizni aniq ko'rsating. Arizangiz ro'yxatdan o'tsin. Kirim raqamini oling. Javobni yozma shaklida talab qiling. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 10-qadam, oiladagi keksa ota-onangizning hujjatlarini ham tekshiring. Ko'p ota-onalar bolam shuncha pensiya berishyapti, bo'ladi deb yurishadi. Lekin ba'zan ular qo'shimcha ustama, staj qayta hisob-kitobi imtiyozli davr yoki to'lanmay qolgan huquqdan bexabar bo'lishi mumkin. Farzand sifatida siz ularning mehnat daftarchasi, pasporti, plastik karta tushumlari, pensiya tayinlash hujjatlarini bir ko'rib chiqsangiz, katta yordam bergan bo'lasiz. 2026 yildagi kutilayotgan reforma oddiy odamga nimani anglatadi? Men buni juda sodda qilib aytaman. Kelajakda pensiya olishda hujjatli, rasmiy va shaffof mehnat tarixi yanada muhim bo'ladi. Davlat nima ijtimoiy himoyani kuchaytirishga intilishi mumkin, pensiyalar oshishi mumkin. Ayrim toifalar uchun sezilarli o'sish bo'lishi mumkin. Lekin sizning shaxsiy pensiyangiz baribir sizning stajingiz, daromadingiz va hujjatlaringizga bog'liq bo'ladi. Agar minimal kafolatlar 6 million so'm atrofida muhokama qilinsa ham, bu raqamning kimlarga, qaysi shartlarda va qanday mexanizm orqali tatbiq etilishini kutish kerak. Ehtimol bu to'liq pensiya stajiga ega bo'lganlar uchun bo'lishi mumkin. Ehtimol bu minimal iste'mol xarajatlari bilan bog'langan yangi formula bo'lishi mumkin. Ehtimol bu bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l xabarni eshitish, lekin hujjatni tekshirish, umid qilish, lekin tayyorgarlik ko'rish. Bugungi asosiy fikr shunday. 2026 yil pensiya tizimi uchun juda muhim davr bo'lishi mumkin. Pensiyalar oshishi, minimal kafolatlar kuchayishi, pensiya hisoblash qoidalari yanada shaffoflashishi kutiladi. Lekin eng katta himoya sizning o'zingizning qo'lingizda. Rasmiy ish, to'liq staj, to'g'ri hujjatlar, elektron bazani tekshirish va o'z huquqingizni yozma ravishda talab qilish. Agar siz pensiyaga yaqin bo'lsangiz, bugun hujjatlaringizni tekshirishni boshlang. Agar hali yosh bo'lsangiz, pensiyaga hali bor deb o'ylamang. Chunki kelajakdagi pensiyangiz bugungi rasmiy daromadingizdan boshlanadi. Agar ota-onangiz pensiyada bo'lsa, ularning hujjatlarini ko'rib chiqing. Ehtimol qayta hisoblash yoki aniqlashtirish kerak bo'lishi mumkin. Siz bu reforma haqida nima deb o'ylaysiz? Pensiya minimal darajasi 6 million so'mgacha oshishi realmi? Yoki avval tizimdagi hujjat va staj muammolarini hal qilish kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga, har bir ota-onaga va kelajakda pensiya oladigan har bir insonga kerak.